Assalomu alaykum. Apparat forumi Sardorbek YouTube kanali obunachilari. Xudo xolasa, ana shu 8 talik dvoynonizlik apparatimizdan endi 15 dyumlikdan yig'ishga harakat qildik. Xudo xolasa bitib qoldi, tayyor. Hozir setkalarini bukib olsak bo'ldi. Xo'p, endi sal kechkirib qolgani uchun sal xiralik qilyapti. Tushuntirib o'tib ketaman. Har bitta nizimiz ichida dvoyno 2 tadan 15 dyum niz turadi. Bunga 15 dyum o'sha RSF dinamikidan qo'ydik, niz dinamikidan. Chunki o'tgan yilgi terilgan variantlarda ham ana shu RSF qo'yganimiz uchun juda ham yaxshi effekt beradi. Shuning uchun RSF dinamikidan qo'ydik 15 dyum. Xudo xolasa baquvvat ish beradi inshaalloh. Yashiqlari ham xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Bunga esa srednilariga esa bunga 12 dyumdan foydalandik. Pomda 8 ta 12 dyum BEM dinamikidan qo'ydik. BEM 300 varianti 12 dyumidan. Bir jup srednisiga tuxum pishalka, 3 ta 8 pishalkasi va bir jupiga 750 talik driverdan foydalandik. Inshaalloh srednisi, visokisi ish beradi, bemalol yetkazadi. Bunga ham albatta nizlarga alohida 4 kanalli uslitor, srednilarga alohida 4 kanalli uslitor. Undan tashqari bunga kontroller yoki crossover orqali ishlatiladi bu apparat. Buning ichiga filtr, drosel, prosel qilinmaydi. Faqatgina pishalkalar uchun drosel, kondensator qo'yiladi xolos. Atak dinamiklari ponna hammasi promoyda ishlaydi inshaalloh. Xudo xolasa bitib qoldi. Endi ko'pchilik buni aka narxi nech pul deyishyapti. Buni aka narxi uslitor pultlarini ham yo'g'ini masalliqlarini bitgandan keyin aniq bo'ladi. Endi kelgan obunachilarimiz qanaqa uslitor pult nima narsa tanlashini bilmaymiz. Ana shuning uchun narxi noma'lum. Endi bu yerda narxi ma'lumidan nima bo'lishi mumkin? Narxi ma'lumidan korpus bo'lishi mumkin. Korpusini mana shu 8 ta 4 ta niz, 4 ta srednisini $750 ga tayyorlab beryapmiz. To'liq o'sha tayyor holatda, shuna dinamikini qotirsa bo'ldi, ishlaydigan holatda qilib, setkalarigacha o'sha bu ham oldin tergan apparatimizga o'xshab egmali holatda bo'ladi. Oldidan egilib chiqqan elektrovoz formaga o'xshab setkalarigacha ponna hamma yo'g'ini qilib tayyorlab beramiz inshaalloh. Xudo xolasa to'liq bitgandan keyin ham obzor qilib berishga harakat qilaman. Ko'pchilik aka manzilni aytmayapsizlar, manzil qayerda deb kommentariyada ham yozishyapti. Manzil aka akalar, xudo xolasa manzilimiz Namangan viloyati Uch tumanda. Biz hozir ustaxonamizdamiz, do'konimiz ham o'sha Namangan viloyati Uch tuman istirohat bog'ini oldida ro'parasida o'sha yerda joylashgan. Xudo xolasa do'konimizga ham kelib bemalol qanaqangi xizmatlaringiz bo'lsa yo bo'lmasam kimgadir dinamikdir yoki uslitor pult nimaiki kerak bo'lsa inshaalloh kelaverasizlar. Qo'ldan kelganicha imkoniyat darajasida arzon narxlarda qilib xudo xolasa bitkazib berishga harakat qilamiz. Mana shu apparat forum Sardorbek kanali Telegram ijtimoiy tarmog'ida ham, Instagramda ham, YouTube'da ham bir xil. Agar Telegramdan yoki Instagramdan ham yozmoqchi bo'lsanglar yoki bizni kuzatmoqchi bo'lsanglar bemalol ana shu apparat forum Sardorbek deb qidirsanglar inshaalloh chiqadi. Xudo xolasa Telegram va Instagram kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga kattakon rahmat deb qolamiz. Bizni qo'llab, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'llab turasizlar. Inshaalloh bundan-da yaxshi apparatlarni obzor qilib chiqarishga harakat qilamiz. Hozir bu apparatimizni oldi tomonini ham o'sha nargi apparatlarimizga o'xshab dvoyno nizlarnikida qilganimizni singari egmalik qilyapmiz. O'z fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Egmalik qilsak chiroylimi yoki promoy tekis bo'lganda chiroyli chiqadimi? Bunga ham agar o'zingizlarning fikrlaringiz bo'lsa bildirib o'tasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Apparat yig'ib berish kerakmi, korpus tayyorlab berish kerakmi? Imkoniyatimiz darajasida qo'ldan kelganicha xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.